Tafsilotlar bilan muxbirlarimiz xabar qiladi. Surxondaryo viloyat soliq boshqarmasi tomonidan 9 dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuni munosabati bilan ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Tadbir avvalida tashrif buyurgan talabalar soliq tizimi xodimlari faoliyati ular uchun yaratilgan ish sharoitlari bilan yaqindan tanishdilar. Mazkur tadbirga viloyat soliq xizmati organlarida samarali faoliyat ko'rsatib kelayotgan bir guruh soha fidoyilarining ota-onalari va yaqin qarindoshlari ham taklif etildi. Bevosita muloqot davomida viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i davlat xizmatchisi, xususan soliq xodimi bo'lishi naqadar sharafli va mas'uliyatli kasb ekanligini ta'kidlashdi. Shuningdek, mavjud korrupsiyaviy xavf-xatarlarning oldini olish, farzandlari va yaqinlarini bu illat tuzog'iga tushishidan asrash uchun ham jamoada ham oila muhitida korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabat shakllantirishning muhim ahamiyati ta'kidlab o'tildi. Tadbir yakunida viloyat soliq xizmati organlarida samarali mehnat qilib kelayotgan bir guruh soliq xodimlarining ota-onalari, turmush o'rtoqlari va yaqin qarindoshlariga viloyat soliq boshqarmasi boshlig'ining tashakkurnomalari topshirilib, soha rivojidagi fidoyi mehnatlari uchun alohida minnatdorlik bildirildi. Mana shu bugungi tadbir menga juda katta quvonch olib keldi. Shu farzandim uchun soliq boshqarmasi tashakkurnoma bildirganiga juda ham hayajondaman, juda ham quvondim. Farzandini orqasidan shunday tashakkurnoma eshitib, rahmat otangga, onangga rahmat deyishdi o'zi. Bu ota-ona uchun bundan baxt yo'q, bundan cheksiz baxt bo'lmasa kerak. Darhaqiqat ota-ona uchun farzandlarini voyaga yetkazish va ular haqida yaxshi so'z eshitishdan yuksakroq baxt